ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekanlar. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsa ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak, u problema qiyin. Ish gap qisqasi jannat eshigi ushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Unga borish, to'y, futbol, oshnalar bilan o'tirish, ish, fanonim bor, pukunim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50-60-70 yashar. U bizning ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsizlar hozir. Ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku,